Mana bunisini ustiga qo'yasiz. Keyin komplektida ikkita nasatka chiqadi. Bittasini teshiklari mayda bo'ladi, ikkinchisini teshiklari yirik bo'ladi. Mayda teshiklikni qilsangiz suv sok chiqadi. Reklama videolarda chiqadigandek sok chiqadi. Miyakatli bo'lmaydi. Keyin mana bu narsasini ichiga tiqasiz. Buni tiqqaningizdan keyin mana bu yog'ida mana bu narsasiga, mana bu narsasi, mana dirishkasi to'g'ri tushishi kerak. O'shanda bu tushadi. Buni qo'yganingizdan keyin mana bu yerda strelkaga e'tibor berish kerak. Bu yerda strelka bilan mana bu strelka bitta joyga tushadi. Mana bu yerga mehrlashib ketadi. Xullas, mana ikkita tip bu yoqda strelka bilan bu yoqda strelka bitta joyga tushadi. Xullas, o'shanda qotadi bu. Keyin mana bu narsasini mana bu yerga qo'yasiz, bitta bura olasiz, bu tushadi. Buni qo'yganingizdan keyin mana bu narsasini qo'yasiz, bitta tortasiz. O'shandan keyin ishlaydi. Agar noto'g'ri yig'ib qo'ysangiz, ishlamaydi. O'zi mana bu narsasi ham yopib bo'lib turadi, mana bundan yopiladi. Shilchoq bilan. Uje ishlatayotgan payti yana ochib olsang bo'ladi, bitta ochib olsang bo'ladi. Bundan pastga jo'ra ochib olsang bo'ladi. Bu yerga olib qilib, bundan qilasiz. Вот. Mana bu yerda talkasini narsasi bo'ladi. Bunda yo'q ekan. Keyin bu yerda yopiladigan eshikchalari bo'ladi. Uni obязательно qo'yish kerak. Stop so'ki bo'ladi mana bu yerda. Bu yoqdan atkod chiqadi. Mana bu yoqdan atkod chiqadi, bu yoqdan sok chiqadi. Bu yoqdan atkod chiqadi. Atkod chiqadigan joyga tepasida yo'q narsani qo'yasiz. Bu yoqdan sok chiqadi. Buni shitasini qo'ysangiz, sok yanada prozrachniy bo'lib chiqadi. Myakotlari bo'lmaydi.